Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Argoson degan kompaniyani eshitganmisizlar? Bu kompaniya Rossiyaning yirik kompaniyalaridan biri. Bu kompaniya 2021-yildan beri ish faoliyatini yuritadi. Shu kompaniyaning direktori Albina Narpulatovna Rossiyaning millioner ayoli. Albina apa 2024-yil O'zbekistonga kirib kelganlar. 216 ta hamkori bor. 216 tadan ortiq davlatlar bilan hamkorlikka ega bu kompaniya. Argoson kompaniyasi 5 ta yo'nalishda ishlaydi. Birinchisi biznes yo'nalishlari, ikkinchisi Argoson mahsulotlarining yo'nalishlari, investitsiya yo'nalishi va turizm yo'nalishi ham bor. Kriptovalyuta va kurslar yo'nalishi. Ular 5 ta yo'nalishlar orasida shu biznes bilan ishlashadi. 19 ta marketing o'z ichiga olgan. Shular orasida Kometa va Dobro marketingida ishlashyapti. Kometa marketingi 10 ta stoldan iborat. Atiga $10 ya'ni 140 ming so'mga shaxsiy kabinetingizni sotib olasiz. Dobro marketingi bilan esa atiga $3 ga siz kabinetingizni aktiv qilasiz. Keyin esa siz shu marketing bo'yicha hamkorlar o'zingizga taklif qilasiz va daromadga chiqasiz. Ularda bir marta oplata qilasiz, boshqa umuman oplata qilmaysiz. Shuning uchun sizlarga hozir hamma dokumentlarni qoldiraman. Hammasi qonuniy, dokumentalniy va halol. Agar siz shu sohaga qiziqsangiz, siz Albina apadan ham ko'proq o'tib ketib milliarder bo'lib ketasizlar. Ular Rossiyaning millioneri ayoli hisoblanadi. Siz milliarder ayol bo'lishingiz mumkin. Faqatgina bunga aql, xohish va ishonch kerak.